Erimnaskidan bugun sizlar bilan ukladga qilib ko'ramiz. To'g'ri eshitdinglar, erimnaskidan qilib ko'ramiz. Birinchi bo'lib shunaqa qilib sochimizni ikkiga bo'lib, bir tarafini yig'ib olib, sprey sepib olamiz. Men faqatgina shu glisi spreysdan ishlataman, chunki men sochimga juda ham tushadi. Shunaqa qilib to'rttalasini ham naskiga o'rab yig'ib olamiz. O'rab yig'ib olganimizdan keyin shuni ham naskiga ustiga kiyg'izib qo'yar ekanmiz. Kiyg'izib qo'yganimdan keyin men bular uxlaganimda tushib ketmasligi uchun kichkina rezinkachalar qistirib chiqdim va uxlashga ketdik qizlar. Uxlab ham turdim. Uxlab turganimdan keyin shunaqa hayajonlandim, qanaqa chiqar ekan deb uxlab turib qarasam lablarim yorilib ketgan ekan. Pomada ham surtib oldim. Orada men ochmoqchiman. Erimga qarab kulyapman, qanaqa chiqar ekan deb. Chunki buni men birinchi marta qilib ko'rishim. Oldin umuman qilib ko'rmaganman. Bitta qizni, kichkina qizchani ko'rib, videoda ko'rdim. Boshlanishi yomon emas, ochyapman. Menga juda ham yoqyapti boshlanishida. Keyin taraganimdan keyin to'g'risi unchalik yoqqani yo'q. Har xil turib qilib ko'rdim, bo'lmadi va erimga qarab qalay chiqdi desam, erim zo'r deydi, aldamen deb erim bilan bu yerda ozgina tortishib oldim.